船要多乖，人鬼不分深夜愁，得饮就是全饮酒，得风流是解风流。保长，手拿拐杖，头戴礼帽，哼，保长。想笑却哭，想哭却笑，保长，好人难当，好人难当，保长，你做人做狗快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒。人间岂容鬼做主，人生共度后三后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，暖是暮暮一时秋，寒是江山天不由。Nima bo'ldi? Baya dingdang ikki piyola choy buyurtib, bir kumush tanga berdi. Rasm ekan, yolg'onmi ekan? Raskan. Dingdang deganing kim u? Eliq o'tinchi dingdangchi. Dadingiz o'z vaqtida tasqagan sizni uningga berib etdi. Ashuma? Voy voy, bir qatimda shundoq chiq tomoq yeydigan heliq. Boshqalarning ayvini ichish yaxshi emas-ku. Ha? Uning nima deydiganligini anglab boqaylik. Ma'qul. Shara. Ha? Buni elib ol. O uyga o'zingiz baho qo'ying. Chinqatmikarda uy sotamsiz? Sening qaring nima? Mang. Men qaynoq saqlab qo'yay. Ajdodimdan qolgan ziminni ilohisizlikdan sotmoqchi bo'lyapman. Hozir shaharda malbaz qattiq o'rlar, avamning kuni tasga tushdi. Mening Sichuan universitetida o'qituvchilik qilib olgan oyligim rikishga o'ltirishimga yetmaydi. Uyimda menga qarashliq bir muncha odam tursa, Dingdang aka, uy olamsiz? Hey, 27-28 yosh kirib qoldim. Endi xotin elib, uy tutmasam bo'lmas. Qanday boy bo'ldingiz? Qaring nima? Hey, bo'ldi, sen oqsoqollik qilmay, ishingni qil. Chin oqsoqol. Qarang. Menda qilsak bo'lamdi. Uyingizga 15 ming kumush tanga beray. Qandaq? Dingdang ukam. Burun bo'lgan bo'lsa, u uy oz degandimi? 50 ming kumush tangaga yaraydi. Pulga jiddiy ehtiyojlik bo'lmagan bo'lsam, bundoq tuzkorlikni hargiz qilmaydim. Hay. Bo'lani deb nima qilay? Hay, bundoq bo'lsin. Dingdang ukam. Bo'ldi. 20 ming kumush tangaga bering. Qandaq? Ma'qul. 20 ming kumush tanga beray. Putishdikmi? Putishdik. Qani oqsoqol, choy ichaylik. Her qaysini xos vakil sifatida tezdan Sichuanning g'arbidagi har qaysi oilaga berib, birlashma armiya aeroplanining derigini qilinglar. Yana boshqa so'raydiganinglar bormi? Yo'q rais. Yuqoridan nemishqa odatki bir transport aeroplaniga moshindaq ko'ngil bilib ketadi. Oningda zodi nima bor ekan? Da yuzlab buni mendan misr tutyotidi. Biroq men sizlarga aniq deb beray. Can rais. Qattiq g'azablanib, biroqli 20 mingdan chiqdim, da yuzlar deb tillavatdi. Aldingizmi? Dingdang berib ketibdi. Naylik bank unaqa mashinada necha taqat kumush tanga gap berdi. Rasma? Rasli kalamda o'tmayotdi. Hey, nimishqa u beyalaydi, men beyamayman. Dili qarimman,
Nima? Tilla qarining hali xarab. Men cho'qim aniqlamay qo'ymayman. Bir yalangtosh o'tinchi ajab turibla beyib ketdi. Namratni yaratmagan, bayg'i o'shlik qilgan. Yana haqqa askilik qilmasala, ha? Ishlamchi, Chin oqsoqol qachon keldi? Kelib yana ketdi. Nima? Chin oqsoqolning nima qilgani bu, ha? Kaga odam menga dapmi qo'ymabdi-ku. Nima degan bilaman bir darslik hukumatda. Hay, oy, qachon qaytib kelgan? U endi kelmaydi. U bo'yini dingdan setib etdi. Nima chaqchaq qilsa? Ha? Men sana chaqchaqsam, sen mi bana qaytırıp çaqçaqlamsa, ha? Bu öyle dingdan setiyatdi degandan ko'ra, pandim chekka yoki tolradi qo'yga setiyatdi desang, asaraq ishlab o'qiydim men. Ha, Van Begim. Ha, dingdan taqqa o'tirib olmay, bu yerga nima qilib kelding, ha? Uyimga keldim. Ha, qaysi uying? Mushu bo'lmamdi. Ha? Bu degan Chin oqsoqolning uyi. Nima uyi bo'lsin? Men oldim. Tishqdi. Mushundaq. Hey. Mushundaq cho'ng uyni ola oldingmi sen? Ha? Qancha pulga? Jiq emas. 20 ming kumush tangaga. Van Begim. Manda pira, odam yo'q yegirak boraylik. O'tir. Yendang. Tabachi. Bo'ldi. Meninkini chekayli. Yaxshi tamaka. Yendang. Men burildi degan. Lo'yin bozorda faqat salla. Faqat qara. Faqat salla bilan o'tin o'chiralayotdan. Faqat salla omad keding. Keyin cho'qim boyib ketadi, ha? Mana dal mening diginimdek bo'pti. Shunaqa emasmi? Men shuna degan qo'ysang burilla, ha? Nerede bayıp ketaman? Nahayt shu bir eski uyni setib oldim-ku. Nima? Eski uy ne demsa? Qadaq bu eski uy demsa buni? Hey, mushunda isil uyni eski uy deb atamsan sen? Yendang. Bak lap urvatding-ku deyman, ha? Hey. Van Begimga. Yo'q. Van akanga digna sen zodi qandaq bay bo'lding. Men rostlanib bay bo'lmadim. Hey, bay bo'lmasang, Chin xatmikardining uyini bağlam tursan. İşensingiz, işenmisingiz, o'zingizning ishi. Hey, Van Begim. Men bek aldirash. Amra bo'lamaydigan bo'ldi. Deyiz. Hiç nima tepmedi. Ağız açıp çingina bulan. Tova. Kim o? Ha? Barmoqlari oyog'ingni midrab bo'lguncha men nima qilmoqchi bo'lganimni bilib olaman. Do'madimchak. Po'chilig'ini. Amasa birinchi qitim qilganda bilmadinglar. Ne bilmayman, ha? Kechadan beri shamoldab qopti ekanman. Burnim tutib qopti. Shunga bu yerda uxlagan bo'lib olib,
senin kelib shukürtib qo'yishini saqlagandim. Ha, qandaq? Hozir buningdimi rahat ish yo'q menga. Ha? Kechidan beri infangning apsulan tutishganda shamaldab qoldimi nima? Ben qachon bilan tutishib baqqan, ha? Bir uyda bo'lgan ekan, bir garvatda yotgan ekan, albatta tutishimizda infang apsula. Ish qilib tutishinglar tushmamlar men bilan aloqasi yo'q. Qanday yaxshi gaplari bor? Chapsan deysizlar. Men do'konga bormasam bo'lmaydi taqay. Az gap qil. Hey. Dindani beyib ketganini bilmamsa, ha? Ha, bilma? Yaxshi. Amsa qandaq beyig'inni bilamsa? Bilsam yaxshi bo'ladi shu. Men seni-chi, dal mush ishga chaqirgan. Sen qandaqlik qilib bo'lmasin, bir amal qilib dingdanga yiqillash. Ha? Uni yiqillash. Uni maxfiy kuzatib, uning qandaq beyig'ini bilib ol. Uning peyig'i tushmanmi? Menga nim foydasi bor. Vay, men seni qachon bir ziyon tatqizib baqqan? Siz meni qachon ziyon tatqizib baqmagan? Burun ishlarni demayli qo'yay. Oldingi oyda Chingdo'ga nim qilbadilar. Bekaga tamoq yeyish kursiga borgan odam nemishqa meni elolmadilar? Nima u? Nima u? Bekaga tamoq yeyish kursi degan. To'liq ismi partizanlik urush kadrlarini mashqlantirish kursi. Almadis kompartiya besib kelsa, men odam boshlab toq chiqib partizanlik urush qilaman. Hey, sen askarlikka odam olganimi yarmiga tursan, men bilan toq chiqib partizanlik urush qilsang, dumbangda yo'q bir parcha go'sht bo'lgan ekan, asa askarlik qilsanda kompartiyasini tang qiblisini etirsa, sen o'chada qana qilsa, men seni g'imini yeb shuna qildim shu. Bo'ldi. Mening g'imimni yaptim ishtaqi. Gapining chiroyliligini. Yaxshiligini faqat bilmaydigan ekansiz jumosan. Bo'ldi. Yanalar naqyam deyishayli. Keyin chataq chiqmasin. Payda olganda men sana 3 ulushni beraman. Yerimini berdilar. Tujak. Nemandaq nafsing yo'qlab ketdi sening. Qilmamdilar. Qimizlar do'konga ketaman jimo. To'xta. Azroq yo'l qo'yib, sana 4 ulush beray. Yerimini. 4 ulush. Yerimini. 4 ulush. Yerimini. Başqa ishni o'rganmay ketchi odam bilan gap talashni o'rgangan ekansan sen. Buni sizlardan o'rgandim shu. Yo'qol. Mayli. Naga? Jigar, börek, go'sht degandek narsalarni yeb kelmaymizmi? Qanday? Qandimchak. Nima qilyapsa? Hech nima. Sizga yordamlashay deb keldim shu. Men seni ishiltamayman. Hey. Ikkimizni o'tirsida bundaq deyish ketamdi. Siz boyog'andan keyin men buning foydasini ko'rishim kerak. Yo'may sizning boyog'ingizni anglab, sizni uyga taklif qilishga meni evatdi. Siz qandoq bo'lsin, mening yuzimni qilmasangiz bo'lmaydi jimo. Mening Yo'may bilan undaq munosabatim yo'q. To'g'ri. Esim keldi. Yangi turmush harakati bo'lganda Lilovshan sizni kuyovg'il qilmoqchi bo'lgan. Yo'mayga boshqa gap qilmagan. Ammo siz shu chaqda nechiqach tamoq yevatgan emasmi? Bu gaping bilan esimga keldi. Shu yili Van begim to'ybeji olaman demagan bo'lsa, Yo'may sana oshmaydi. Shundoq. Bu Tutunbegi shu chaqda to'ybech olaman dedi. Bu Liloshammo o'tib ketgan piqsiq. Bir tiyinni xajlash uchun 20 yil o'ylanadi. Qandimchak. Sen yana mening g'aybatimni qilyapsan, ha? Dada. Ayta.
Bu yerga nima qilg'ili kelding? Boshqa ish yo'q. Yovmey dingdongni uyga tamoqqa taklif qilgan. Ishonmasizlar? Dingdongdan so'rab baqsizlar. Dingdong ukam, muborak bo'lsin, boy bo'lib ketibsiz. Nereden bay olunan? Ne bileyim. Ay, boy bo'lmay nima? Bo'lmasa, Chin xatmi kardining mushundoq cho'ng uyini olalamdingiz, ha? Oo. Bak chiroyli yostibsiz, ha? Bak obdan yostibsiz. Ha, bu nima? Ha, chatlarning chirig'i ekanda, ha? Ha, Dingdong ukam. Dana. Öylendingizmi? Ben kandak ölünüme. Hay, öz vaqtida. Öz vaqtida siz benim namirat. Tamakni jixyediken demegen bolsanız, hazır nevri görüp bolatdınız. Hay, şu emasmi? Ha, bo'ldi, bu gapni deyishmayli. Öz vaqtida Wang Cho'qur, Wang Tutunbegi ishni buzgan. Hay, boya pandumchakdan olsam, Yovmey sizni kashda tamoq chaqiribdi-ku, ha? Shundoq. Boshqalar meni pandumchak deydi. Qaynota, sizlar bo'lsinmi, meni kuyovlan deb qo'ysizlar? Hay, men undaq deb bo'lamayman. Sana deb qo'yay pandumchak. Yovmeyni sana berib, men ziyonning cho'ngini tortdim. Voy. Men ko'nglimda seni hergiz kuyovlan deb hisoblamayman. Öz vaqtida bana o'zlari yoldirgan juma. Bo'ldi. Berib, Yovmeyga deb qo'y. Kashni biznikiga kelsin. Ma'qul. Dingdong ukam, amis shunday bo'lsin, ha? Vay. Bugün görüşeyimiz mi? Sizni quvvatlantirib qo'yay. Shu banada Dingdong ukamni mehmon qila olaylik. Ha, sen dingdongni mehmon qilib, shu bahonada meni quvvatlantirmoqchi. Xotin. Bu nima deganingiz deyman? Nima o'yin o'ynayotganingni men bilmamdiman. Dingdongni mehmon qilgin kelib qopdi-ku. Xotin. Dingdong ukam boyib ketibdi. Shunga uningga yaqinlashaylik deyman. Uning bilan do'st bo'lib qolsak, keyin qarz oldiga ishlab qolsa deyman-da. Ems chaqirg'in bo'lsa chaqiraylar. Xotin. Yana bir ishni sizga deb qo'yay. Degina? Qarang, mana ko'ktatni yuvib, go'shtni to'g'rab qo'ydim. Dingdong ukam kelganda mening yuzimni qilib, qo'rmini o'zingiz qo'ring. Bo'lamda? Bo'lamda? Uxlab tushing. Qo'lingni tortib, qo'lingni. Xotin. Qo'rmini o'zim qo'rsammi bo'laverdi. Butun yezida mening qo'liqimning yumshoqligini kim bilmaydi deysiz? Shunisi men qo'rmini tamsiz qo'rib qo'yman. Siz degan boy oilning qizi. Qo'rgan qo'rmalaringiz shundoq tamlik. Yomey, shundoq yaxshi yo'llaringizni ko'zitib qo'ymasangiz, zayi ketamdi u qandaq. Mana ma giping. Xeyli bo'ldi. Bugun hundinimni bir ko'stayamiz. Ma'qul. Yomey, sal turib bu karabchini to'g'ri biting, ha? Ha. Halaka! Mana! Qarang. Oy, asta qarang sizni quruq keliversangiz bo'lmabdi deyman. Bir narsa kerakliginiz nemasi? Biz degan akuk tursak, avarop nim qiladingiz. Az olsun ko'nglim. Yomey! Ha. Aziz mehmon keldi. Ha. Dingdong aka, keldingizmi? Yavmi, avarıq qıldın, səhət oldu. Neyim deydigansiz? Qani uy kiring. Qani. O'tiring. Keling. Choy iching. Rahmat, ha? O'tiring. Xotin. Ha? Uydagi heliqi mening ichishga ko'zim qiymagan fungu harig'in ep chiqing. Zakoski tayyorlang.
Bugün dingdan ufkan bilen taz iştişime. Andan bizgiço göz korup yerin ha. Ma'qul. Hey Panaka, yovmen gepingni bek anglaydi ekan ha. Hoy, shunda qo'maycho. Men uni o'ng mang desam, ucho. Davagin. Demak cho'g'inam, men sizni o'ng mengang desam, siz cho'qim so'lg'imangsiz. Mana bu geping bo'ldi. Mana. Qo'rg'on go'sh. Yana dingdan qo'rimizdan elim. Hey, Yana. yovmen, sizmi ya? Ha? Ay voy, men tek tomoq etaman. Sizlar yeveringlar. Erlar tamoq yegan shiragi ayollar kelibas bo'lamdi. Dengdafka. Qandaq boyog'ingizni menga deb bering ha. Ne deb ayoptimi? Hoy, biz akuka olgan ekan. Yolg'on so'zlashning hojati yo'q-ku. Dang. Qiynatam azroq pul berdi shu. Hay, qaynotingiz kim o? Noillik bankidagi yan banka boshlig'i. Rasman? Banka boshlig'i sizni yaratdimi? Nima ish yaratmag'idek, ha? Albatta, siz ajoyib qobiliyatli odam. Lekin amaldorlar o'ziga loyiq odamlarni tanlaydi. Odamlar emas, pulni to'naydi. Banka boshlig'i bo'lgan odam texmi shundoq. Mening pulim bor. Nima topdingiz? Loyin tegida. Loyin tegdi pul bormi ekan? Men Changbayshan teg'ining odamga hani tepib oldim. Oy. Qaynata, bir ayol ko'rishsam deydi. Yani shu da'vogardi. Uchisida harbiy forma bor ekan, qaysi qismning ekanligini bilmaydi. Kirsa. Ma'qul. Marhamat. Can hakim, siz bo'lamsiz. Ish bormidi? Ha, danga. Hoy. Aslida Nana xon qizgansizda. Adabsizlik qiptiman, hurmatsizlik qiptiman. O'tiring. Choy qo'y. Hop. Can hakim, naqkapnil deyishayli. Amerika aeroplanini izlashga yordamlash to'g'risida hujjatni topshirib olgansizlar? Topshirib oldik. Amisa, noillik hukumat Amerika aeroplaniga aloqador xabar topshirib oldimi? Yo'q, texi. Men buyruq bo'yicha qo'shni 3 oyda Amerika aeroplanining dergini ilishga keldim. Siz ko'proq qo'llasiz. Albatta. Nanaxon qiz. Bu ish shundoq muhim edi. Shundoq bo'lmaychi. Can hakim, ahvolni bilib turib ma'lum qilmasangiz, mendan ranjimang. Xo'sh. Marhamat. Ajab qoltisqo, ha? Ikkinchi jisak bo'ldi. Ikkinchi jisak bo'ldi. Kim o? Men Chixua. Jungo Xalq Ozodlik armiyasi Liaoning Shinyang urushining buyuk g'alabasini qo'lga keltirib, Gomindang armiyasidan 8 millionni yo'qotdi. Ne bo'ldi? Ha, ne bo'ldi? Uni kim chapildi? Ha? Senlarni itiman qo'y, deyizlar. Ha? Tavratbay! Ey, uxlan sen qo'y.
Mana uxla. Ha. Wang begim, nima ish bo'ldi? Tanrı bay qara. Tanrı bay! Ne bo'ldi? Ne bo'ldi? Ko'zlaring qarg'ama senlarning. Qarasha ol nima? Senlarga qartib qo'yib chaplabdi. Yirtib tursan qo'y. Tag'a, qarsam dingdang boy ayilning boyvachchisiga qilmaydi. Uni Po'lat Temir podshohining jiyani emas deb gumonlayapsiz. Amsa yeliqi ganjin pullarini yolg'on deb gumonlayapsiz. Albatta undaq emas. Siz rost degan tursangiz, men yolg'on deyalamdim. Mana bu to'g'ri bo'ldi. Pul rost bo'lsa, odami rost bo'lamdi, yolg'on bo'lamdi korimiz nima? Nima? Uning ko'nglingiz yo'qmi? O'chi. Shundoq omaq. Ahmoqkan. Mana bu to'g'ri. Bundaq hissiyat muhabbat deyiladi. Liu Guoqing bilan Deng Xiaoping boshchiligidagi zo'r qo'shin Dabishan teg'iga yetib keldi. Xalq xo'jayin bo'ladigan kunlar oz qoldi. O'qiylar! O'qimoqsa! Yana mugdishamsan qo? Ha? Birli mugdisan, bunda shuar va ko'chini bir oladi ekan. Yirtishya! Voy, yaramas! Bo'lat tez! Bir amaldor keldi. Uni amaldorlarni qanaqa bilasan? Amaldor bo'lsa, taxtironda o'tiralamdi. Wang begim cho'qim to'ni yalaydi. Voh begim, Men bu ancha jiq odamni to'lib bo'lmayman. Cho'qim bayonim kel. To'xtanglar. Qaraganda siz hukumat odami ekansiz. Shunday. Men Luyin bozorining tutunbegi Wang Yovzu. Ha, men Noilik bankining boshlig'i. U bayroq iloyi ketdi o. Oldiriga chiqamabdimi? Kechirsizlar. Wang Tutunbegi, sizdan birini so'ramoqchi edim. Dingdang apandining uyi qayerda, ha? Dingdangning ma, o mening inim. Yuringlar, men sizlarni boshlab boray. Marhamat. Anlab turish. Ikkin davomli chorlash, ha? Shuar chaplagan yoki varaq taqatqanlarni ko'rsang, odamni tutib, darhol shuarni yirtib o'tish. To'g'rimi? Wang Tutunbegi, mayli. Ha, ma'qul, mana. Tataravaga chiqsizlar. Qarasizlar. Ana, bu dingdang emasmi? Ha? Dingdang. Bayliq iloyi kelibdi. Nima qilyapsan, ha? Qara. Wang Tutunbegi, siz ishingizga meni bering. Men Pekar xizmatlarda bo'lay. Birdan bo'lsin. Men degandiki men, ha? Ha, ma'qul. Tamam. Men ma'quldim, ha? Enim. Yana o'tin akilib yuribsiz-ku, ha? Ko'nib qaptiman. Bir kun akamasam, beyaram bo'ladi ekanman. Ha, yaxshi. Boy bo'lgandimi? Aslangizni unutmay kelib o'tibsiz. Boronqidek o'tib kelib o'tibsiz. Yaxshi, sizga bo'lgan qoyilligim oshdi. Qanday kiyim kiyib oldingiz? Kostyum burilkangiz qani? U uyda. Nima ish shuni kiymay buni kiyib oldingiz? Uni kiysam, o'tin akilishimga putli qasham bo'ladi ekan. Enim. Siz Ana uyim o'sha. Kapidan amaldor chiqdi debdikan. Kapi yaxshi. Qani. Qani. Sat oldi. Uyda o'ltirig'idek yami yo'q. Rost shundoqroq ekan. Enim, nemishqa yaxshiroq uy olmaysiz?
Oldin. Әмісі немішқы жүйе көчіп бамайсыз? Özüm yalğız moşaya könüp qaptıman. Yana kelip o öyge tek saramjan alğan. Әмісі көріп бақайлы. Диндаң қандақ бай опты, дегіне. Voy voy, mana yana mush tamagin chekizamlar. Менің бұныдан башық тамақ чекішке құрбым етмейді. Көш кеп қыла. Aldırmay turuslar Van begim. Men sizlarga hisoblab beray, ha? Dingdang bizning uyda tamoq yedi. Bir butulka pingu harig'i ichib, yana 2 jin go'sht yedi. Buning pulini hisoblaylar. Nemi davatsan? Sen teqib pingu arığı iştirma. İşenmisizlar dingdang bilan yuzlashtirman. Qandaq yüzleştirsen mene? Sen bu işte dingdang bilib bo'lmaydiganligini bilib turib, uning oldida. Mene qasdan satlaştır edemse, ha? Digine. Jami qancha pul qayshilding? 4 kumush tanga. 4 kumush tanga? Hey, sen 4 kumush tanga qayshilding ma teqi? Texi deylago, hajligini biroz tursa, pulni berasizlar. Aldırma. Sen 2 jin go'shtdan shunaqa. Uni senmi yegansa tayliq. Yovmimi? Yemay qolmaydi. Shundaq bo'lgan ekan, dingdang jiq bo'lgandimi 6 sar 3 misqal 3 pullik yeydi. Qutuma. Bir pullik ariq bilan faqat har qancha ishchi degandimi faqat yerimini ichidi. Amis, güreş, köktat, yağ, tuzlarını hesaplamayımız mı? Piyaz, zencilin... Bo'ladi. Bu ne? Yovmi yegan 6 sar 3 misqal 3 pullik go'sht pulini hesaplaytayli bo'ldi. Shunga hesap bo'lsin. Bu... Yovmi ayal kishi tursa 6 sar 3 misqal 3 pullik go'sht yeyalamdi. O 2 kishlik yemamdi. Qandaqsiga 2 kishlik yeydi. Buni qo'rsig'idiki balacho yemamda. Acab inchik hesaplaydi ekanlar olsili. Shundaqda, sen 2 kumush tangilik, dingdang 2 kumush tangilik yegan bo'ladi. Bo'ldi. Sizning yegining albatta o'zing hesab. Dingdang yeginini ikkimiz tang ko'tiramiz. Yerimini men, yerimi sen. Nemishqdan ko'tirmaysiz? Voy. İkimiz başta kelishgan. Pul topsaq tang bo'lishdigan bo'lgan. Shundaqkan, xarjlagan pulni tang ko'tirimizda. Men sizlarga tankilanmagidan. Bundaq hisobotni mendan obdan o'rgansam bo'ladi, juma. Amdigo, dasan? Maqol. Aslida o Changbay Shantig'ining odamga oyini tepib o'pdi-kan. Voy qabbaqvash. Hey! Changbay Shantig'ining odamga oyi Luyin teg'ida nima qiladi? Rost. Changbay Shantig'ining odamga oyi Changbay Shantig'ida bo'lish kerak-ku. Haqiqiy Changbay Shantig'ining odamga oyi bo'lgan taqdirdimi? Unchula jiq pulga yaramaydi. Sen kalvani dingdan ahmaq qipti. Yo'g'ash ko'ringani bilan ajab aski nimikina u. Pulni yondirpa. Aka? Ma'qul. Yondirib beray. Bo'ldi-la. Pul seni turib tursin. Hey. Bugundan boshlab dingdanga qattiq ko'z quloq bo'l. Anladingmi? Uning yang banka boshlig'i bilan biror ishi va'da qiladi. Farzimcha ular cho'qim birlashib cho'ng bir so'dini qilyotdi. Mushundaq yaxshi uy tursa o'ltirmay, u eski uyda o'ltirvag'ingiz nemisi? Bu uy bek cho'ng. O'zim yolg'iz. İnem, monda qısaq bo'lamdi. Uy jabduqlarini men changdo'g'i berib qo'yib qo'yay. Yanglioning qizmeli bo'lib qolsin. Anden xosiyatli bir kunni tanlab to'yinglarni qilib o'taylik. Sizcha bo'lamdi? Eng yaxshisi buni Yangliodan so'rang. Asla maslahatlashib olinglar. Men sirtqa chiqib boqay.
Sal turib yangliyoni akatgili kelaman. Gap qiling. Men nima deyman? Sizcha tag'inni boydiganlari bo'lamdi? Yoki bo'lmamdi? Siz bo'ladi desangiz bo'ladi, bo'lmaydi desangiz bo'lmaydi shu. Ahmaq. Can hakem, Canxon qizning maslahatlashadigan ishi bor ekan, ha? Kirsin, ha. Marhamat. Janokim. Canxon qiz, siz qaysi tarmoqni? Asli Juntuning odami ekansizda. O'tiring. Qaynoq suv qo'y. Qaynoq suv iching. Mana çay qo'yib berishga ko'zingiz qiymamda? Pekar tamak çekmeymen, arak içmeymen, çay içmeymen, kaynak su içmen. Xotunim o'lib ketgan bo'lsa-mu, hozirgacha to'y qilmadim. Sizning pak adil, diyonatli ekanligingizni bu nahiyaga kelib olgan edim. Bugun ko'rdim. Rost shunday ekan. Maqtavatdingiz. Canxon qiz. Siz bu qatim Amerika aeroplanining ishi bilan keldingiz-ku deyman. Birinchidan siz bilan ko'rshay dedim. Gapga ustgansiz. Ikkinchidan, albatta aeroplan ishi bilan keldim. Bu kichik ish emas. Canxon qiz, kashlik tamoqni g'aribani ko'lbamda yesak qandoq? Tamoq yegash parang'ishayli. Ha? Qo'sqim rostdan ichyotdi. Janokim, marhamat. Ma'qul, marhamat. Jihwa. Ay. Xwa acha. Siz doim kirishib bersiz. Sizga qanday rahmat aytishimni bilmayapman. Beka tirsammi turadi ekanman. Shunga yordam qilay dedim. Ay. Daguydan xabar bormi? Biyap bo'lsa deyman. Ay. U qaytib keldi. Rasmi? Kımarlama, Candan koy! Bağlama! Candan koy! Bari qo'limdan qochib ketammidan, ha? Uni mahkamaga gapirala. Sazoy qilib bo'lib, mahayga olib berib, in'om olamiz. Mana. Hop! Bor, tez bor. Ey, nimanda qoldirasiz, ha? Men qaramamsiz? Ay, bu oyliq turmush pulini texchi bermidilg'u. Uyda tamoq qatgidek hech nima yo'q. Men bu oyda yo uyda tamoq yemesam, karim nima? Turmush pulini Yenifoning dadasi do'konlarga qo'shgan puldan chiqarib berdigan bo'lgan-ku. Do'konda necha oydan beri bir tiyinmo foyda yo'qligini biladigan tursingiz. Sizga qaysi pulni beraman? Amsi men Yenifongni elib uni izlab boraman. To'g'ri. Yaxshi o'ylabsiz. Ha, nada undaq yosh ekan. O'z to'ysimi, ko'z to'ymagan. Yana to'qi, ha? Talog'i qaragan. Dunyoda nada bunday rahat ish bor? Uni qachon izlab borasiz? Ata. Asl boramsiz?
Ela. Qo'rqdingmi? Ha, kim qo'rqdi? Bu cho'qrang, o'zimning puli. Ha. Ana bola ishkinglar, g'altak raqib beringlar. Bu yerda Nay bozoriga nechon chaqirim keladi. Piyoda borsanglar, putonlar qabul ketadi. Hı? Bu pulni keyin qaytarib Voy voy, nima deydigandi? Kim sizga pulni qaytarib bering dedi? Haq, osini oshqanlar ham nafas bo'ladi. Ko'psini oshqanlar bir yostiq bosh qo'ydi deb ekan. Ikkimiz bir uyda turayotgan bo'lsakmi, bir karavotda yatmadik, bir yostiqqa bosh qo'ymadik. Ha. Ammo siz karavot yotasiz, men pagod yotaman. Siz cho'ng karavot yotasiz, men kichik karavot yotaman. Osnasa bunda qilib bo'lmaydi. Ay, bir kecha uxlamay, ajab uyqum keldi. Sana tamoq etib beray. Xo'xa. Nima bo'ldi? Sizning karavatingizda birdan uxlasam bo'lamdi. Bekor turibsizmi? Turdi emasmi? Men bir kecha uxlamagan ekan, shuna qilaychi. Yana majang o'yin qilib bordingmi? Kim majang o'ynab beribdi? Kommunist tutib oldim. Jangdagini tutib oldim toza. Komünist bandit Candagay sazay kılınıdı. Komünist bandit Candagay sazay kılınıdı. Yok başla! Sizler dep berey! Yok boçun bilen Deniz Şapı'nın çoğun koşunu daha bir yaşan terörist kıstap geldi. Hali kadını götürüp hocayın bulunduran köle az kaldı! Yurttaşlar! Hali Kazaklık armisi Yağının Şinyan Oruç'un büyük elbisini konak keltirip Romi'den kuşalarını yok etti! Cahciyesini yok deyli! Hep gidelim! Onu kıyırdı! Onu kıyırdı! Cihua! Xuxu acha! Sizdan iltimos qilay! Chehva berib Xuxu acha! Sizdan iltimos qilay! Yerimni cho'qib to'ldirib eling! Sizdan iltimos qilay! Vaqt cho'qir! Tamoq ye, tez tur! Tez o'rningdan tur, tamoq. Xo'xa. Ha? Ajab qarab ketdilig'i. Xo'xa. Tamoq yesizlar. Ma'qul. Yey. Voy. Qaraqim borgan qotaqe. Ha? Xo'xa. Voy. Siz menga bag'ancha amroq olib ketyapsiz, ha? To'la gap qilmay. Issilar. Ha, ma'qul. Jangdaguyni tutdingmi? U degan kommunist. Uni qo'yvasizlar. Xo'shni tursak, kunda ko'rishib turmiz. Qo'yib o'tibman. Bu gapni demak, oson bo'lgan bilan jang. 4-5 mingni xato o'ltirib qo'yish bo'ladiki, biror yerini qo'yishga bo'lmaydi degan. Tamoqqa bo'lib, jangdagini nayga olib beraman. Kallasini oladi. Bir savobli ish qilib qo'ysa bo'lmamdi. Bu satva inoq ijil yashanglar degan. Bu satva yana jallod qilishni tashlasilar avliyo bo'ladi degan. Xo'xa. Ha? Bundan boshqa ish bo'lgan bo'lsa, ra'yingizga boqatdim. Men agar jangdagini qo'yib olsam, tutun begligimdilla emas, yana, ha? Kallamdimi ayrılık qilishim mumkin. Amsi ishmisizlar. Ne görürsünüz?
你们看到？哎，朋友们嘞？人性多一点是人，狗性多一点是狗。有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云能黄昏。自古多见人变狗，现在想看狗变人。收捐抓壮丁，开当铺人民骂他是狗官。王保长，芝麻官狗腿子一个乱收捐抓壮丁，开当铺人民骂他是狗官。人性多一点是人，狗性多一点是狗。有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云能黄昏。自古多见人变狗，现在想看狗变人。